O'rikzor bozor yonida O'rikzor Residence Novostroykadan 2 xona 14-etaj 16 etajlidan salkam 58 kvadratli kvartirani 55.400 dollarga arzon qilib beramiz. Bu yerda 60-58 ming atrofida sotilyapti kvartira. Kirib yashashga tayyor, odam yashab turibdi. Obzor qilib beramiz. Podyezdda ko'rinishi, podyezd eshigimizdan kirganimizda o'ng qo'lda birinchi kattakon zal. Zalga kirishganimiz mana kattakon zal. Hozir yotoqxona sifatida foydalanishyapti ekan. Mebel texnika hammasi ketyapti bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, akkuratni holatda. Alda mana podyezd eshigimizdan to'g'ri kirganimizda ota-onalar yotoqxonasi. Mebel texnika hammasi ketyapti. Bitta kuxonli mebel qolyapti. Podyezddan kirganimizda chap qo'lda sanuzeli birgalikda buni alohida qilsalaringiz ham bo'ladi. Hozir odam yashab turishibdi. Xudo tezroq bo'shatib berishadi. Mana bundan o'tganimizda oshxonasi. Bu yerda kuxonli mebellar qoladi, qolgan narsalar ketyapti. Yaxshi akvariumlardan qo'yilgan. Kirib yashashga tayyor bu emulsiya qilib qo'yilgan. Ustini osish kerak. Mana umumiy ko'rinishi. Narxi juda arzon hisoblanadi. Pastdan nomerga olib ko'rasizlar. Lokatsiyasi O'rikzor bozorida shunday yonida qurilgan 16 etajli O'rikzor Rezidence'da 14-etajida maktab, bog'cha shunday yonida, mahallada ko'ryapsizlar mana. Yo'lda o'ng tarafida Jami masjid bor, Mirbobo ota masjidi. Chilonzor metrosiga bitta yo'l orqali boriladi. Mana shu Korzinkadan o'ngga burilsa mana Uchtepa hokimiyati, unga yurilganda Farhod dehqon bozori va Chilonzor metro lokatsiyasi mana eng yaqin metro Chilonzor metrosi hisoblanadi. Pastga tushirilganda bilasizlar Abu Sahiy, Bekbaraka bozorlari. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana. Arzon variantlarni o'tkazib yurmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.